Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men yana navbatdagi video darsimni yozishga qaror qildim. Bugungi dars mavzusi Yevropada reformatsiya. Bu albatta 8-sinf jahon tarixini, bu 2019-yildagi nashri bo'yicha tanlab olingan mavzu hisoblanadi. Bu mavzuni tushuntirishda, hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga bu albatta tarixni o'qitish metodikasidagi 3 ta metodni amaliy metodidan tarkibidagi instrumentlardan biri hisoblanadi. Bu albatta material bilan, tarix kitobi bilan, darslik bilan ishlash, tahlil qilish, tarixiy ongni shakllantirish kabi masalalarga oid instrument usullardan biri. Bu albatta tayanch konspekt metodikasi hisoblanadi. Tayanch konspekt metodikasi orqali, demak, Yevropada reformatsiya mavzusini yoritishga harakat qildim. Xullas, boshladim. G'arbiy Yevropada ijtimoiy hayotda din o'ta ahamiyatli bo'lgan. Rim papasi va xristian ruhoniylari oddiy nasroniy yevropaliklarga kuchli, demak, ta'sirga ega bo'lgan. Ya'ni ta'sirlari kuchli bo'lgan oddiy aholiga nisbatan ularni. Muqaddas Rim imperiyasi, ya'ni hozirgi Germaniya hududida yashagan teologlardan biri Martin Lyuterni 95 tezislar deb nomlanuvchi da'vati bilan reformatsiyaning ilk harakat ko'rinishi boshlangan. Worms shahridagi sudda ham Lyuter o'z mafkurasini qat'iy ochiqlagan, ya'ni o'z shashtidan qaytmasligini, maqsadidan hech qachon voz kechmasligini tushuntirgan sudda qatnashgan olomonga va albatta o'sha sudga Lyuterni chaqirtirgan Rim papasi tarafidan. Xo'p. Va albatta bu nutqni eshitgan olomonni bir guruhi uni tarafdorlari sifatida yangi diniy oqim lyuterianlikni tashkil qilishgan. 1524-yil yoz fasliga kelib bu mintaqada, ya'ni G'arbiy Yevropada ruhoniy Tomas Myunser boshchiligidagi dehqonlar isyoni yuz bergan. Bu qo'zg'olon 1526-yil boshida bostirildi. Ya'ni bu qo'zg'olon tarixga Buyuk dehqonlar urushi nomi bilan kiritilgan. Reichstag, ya'ni parlamentda ko'pchilikni tashkil etuvchi katoliklar tarafidan reformatsiya yutuqlarini bekor qilish tashabbusi olib chiqilgan va bu tashabbusga albatta lyuterianlar norozilik, protest bildirishgan. Shu vaqtdan o'laroq lyuterianlar, demak, hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga ma'lumki, xristianlik dini ikki aqidaviy yo'nalishga, oqimga bo'lingan edi. Bu pravoslavlik va katoliklik. Endi katoliklikdan ham 3-chi diniy aqidaviy oqim yuzaga kelyaptiki, bu protestantlik nomi bilan mashhur hisoblanadi bu oqim. Va mana shu protestantlik diniy aqidaviy yo'nalishida xristianlarda tarkibida, demak, lyuterianlik va kalvinizm kabi bir qator diniy guruhlar, mazhablar mavjud. Xo'p. Jeneva shahrida fransuz Jan Kalvin tarafidan protestantlik oqimining yana bir guruhi, diniy guruhi, kalvinizm shakllantirildi. Bu ta'limotni asosi esa duo o'qi va ishla degan jumla hisoblanadi. Barchamizga ma'lumki, hurmatli kuzatuvchilar, bizni o'zbeklarda ham ajoyib bir ibora bor. Ya'ni dilbar yoru dasbakor, ya'ni qalbing Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan ma'noni kasb etuvchi bir ajoyib chiroyli ibora bor bizda ham. Mana shu ibora bilan o'ta ma'nodosh, ya'ni sinonim ekan degan ma'noda aytyapman. Protestantlik monarxiyani mustahkamlanishiga yordam berdi. Demak, barchamizga ma'lumki, Muqaddas Rim imperiyasi shakllanguniga qadar Rim papasi G'arbiy Yevropa, nafaqat G'arbiy Yevropa, umuman Yevropa qit'asidagi o'sha ilk o'rta asrlardagi monarxiya boshqaruv tarziga ega bo'lgan davlatlar, masalan, gersoglar, graflar tarafidan, qirollar tarafidan boshqarilgan davlatlarga o'zini nafaqat diniy, balki siyosiy din tarqalishi oqibatida siyosiy kuchga ega bo'lguniga qadar, demak, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida monarxlar, ya'ni qirollar cheksiz cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lgan. O'sha hokimiyat yana qaytadan tiklangan, ya'ni qirollik hokimiyati, monarxiya qaytadan tiklandi. Diniy siyosat, ya'ni teokratiya birmuncha chetlandi, ya'ni asosiy maydondan olib chiqib tashlanish arafasida edi. Mana ko'rib turganingizdek, 1540-yil ispan zodagoni Ignatiy Loyola tarafidan yezuitlar ordeni
asos solindi. Bu ordenni ta'sis etgan inson esa bu albatta Rim papasi hisoblanadi. Mana shu Yezuitlar ordeni Reyxstagdagi katoliklarni reformatsiya yutuqlarini bekor qilish bilan chiqqan tashabbusi va xullas reformatsiyaga qarshi turish uchun aytilgan jamiki gaplar va xatti-harakatlar tarixda kontrreformatsiya atamasi, ya'ni termini bilan xarakterlanadi. Xo'p, mana shu kontrreformatsiya ham o'zini bir avjiga olgan davrda, demak, Rim papasi inkvizitsiya sudi orqali katoliklikdan voz kechganlarni ta'qib qilib, tiriklayin gulxanda yoqish hal qilindi Rim papasi tarafidan. Demak, bu albatta demak, oldin G'arbiy Yevropa aholisi, oddiy nasroniy aholi katoliklik oqimiga e'tiqod qilib, amal qilib yashagan bo'lsa, endi protestantlikka ko'pchilik aholi o'tib ketishni boshlagani uchun ularni avvalambor ta'qib qilib, so'ngra ularni tutib olib kelib, Rim papasi tarafidan demak hukm qilinadi. Inkvizitsiya sudida ularni tiriklayin yoqib yuborish masalasi ko'rib chiqilgan. Xo'p, 16-asrda kontrreformatsiya natijasida G'arbiy Yevropa davlatlari demak ikki bir-biriga dushman mazhabga ajralib ketdi. Bu ikkita bir-biriga diniy jihatdan dushman mazhablar bu albatta katoliklar va protestantlar edi. Albatta alal oqibat kontrreformatsiya mag'lubiyatga yuz tutdi. Reformatsiya o'zini g'alabasiga erishdi. Buni natijasida kapitalizm rivojlandi. Ya'ni an'anaviy jamiyat, feodalizm, o'ta sodda ko'rinishdagi ijtimoiy va xo'jalik hayotiga bir muncha barham berilishiga ulgurildi. Va albatta milliylikka urg'u ham kuchaydi. Bu albatta milliy cherkovlarni tashkil etilishi, demak har bir millatni o'zini davlatida, vatanida o'zini milliyligi bilan ommuxtalashgan holatda bir chiroyli ko'rinishdagi cherkovlarini, ya'ni diniy va milliylikni uyg'unlashtirilgan holatdagi cherkovlarda yuzaga kelishi ham yuz berdi. Bu albatta reformatsiya jarayoni G'arbiy Yevropada ma'naviy, siyosiy va iqtisodiy jihatdan aholini ongini o'zgarishiga juda ham katta sabab bo'ldi. Masalan, oldin oddiy G'arbiy yevropaliklar, oddiy o'sha nasroniy aholi o'zlarini muqaddas kitobi bo'lmish Injilni o'qishni bilishmagan. Ibodatlar esa Rim papasi tarafidan o'sha uni ikkinchi darajali demak yordamchilari, oddiy rohiblar, xristian rohiblari va xristian katolik ruhoniylar tarafidan lotin tilida olib borilishi bu albatta G'arbiy Yevropa aholisi uchun umuman tushunarsiz bo'lgan. Va undan tashqari indulgensiya, ya'ni gunohni kechirilishi evaziga to'lanadigan xuddi bir soliq yig'imga o'xshagan aholini o'zi shundoq ham oddiy kundalik turmushini zo'rg'a kechirayotganiga qaramasdan ulardan bunday yig'imlarni turli xil yo'llar bilan yig'ib olinishi bu albatta aholida alaloqibat nimani kuchaytirgan? Norozilikni, isyonni kuchaytirgan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bugungi video darsimni ham nihoyasiga yetkazdim. Dars boshida aytganimdek, bu mavzuni tushuntirishda demak ko'rib turganingizdek qisqacha tayanch konspekt usuliga tayangan holda mavzuni yozma tarzda yoritib berdim va albatta sizga so'zlab ma'no mohiyatini yetkazishga harakat qildim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.